Hammalarga salom obunachilar. Sizlardan atom короче. Bugun PUBG o'ynab davolamiz. Ya, uyda buzsa bo'lar ekanmi, lekin bunaqasi kamdan kam uchraydi. Mayli, uyingni buzib tashlayman-da. Esichu, kursiga almashtirayotgan ekan, lekin uzr mayli. Bechora turibsiz qoldi. Shunday xetlar beryapman, o'zi sezmaydi-da bori. Artan nomi nima edi? Mayli, atak. Yeyapti-yu bu. Bechora, bitta shot olsa ham katta gap edi. Shot olmayapti-yu. O'tma deyman-da. Briyatim qonda yesa to'polma deyman. Oldi turibman, bu yoqqa qarab ketyapti-da. O, ana otdi. Bratanim cho'tga qo'ya keldi. Hozir men shuni shu qurolni tushirib tashlayman. Lekin cho'tga bo'ladi. Bratim tushib ketyapti. Chiqolmaydi. Chiqdi, o'lib ketdi. Buni hozir tasavvur qilinglar, hozir uni dravashkada uryapman. Uyi shunaqa parchalanib ketyapti-da. Hozir agar bundan ham kuchli qurollar chiqsa, shunda uy vashim chang bo'lib ketar ekanda. Tak tugilan yo'q ketar ekanda. O'lmayapti bu. Reski faqat uyiga qarab deyapti-yu. Mana bechora qadan siqilyapti u. Vashi o'tolmaskan. Briyatim naqi, hop bana u. Cho'tka otopman. Yeah. Cho'tga qo'ya keldi, hozir. Shitni tushirib tashlayman. Keyingisi hozir bunisi o'lib qoldi bechora. Pastga otsam bu oyog'iga tegyapti-yu. Ya, tushmadi. Men endi tushdi, kuzatdim. Zato tushirdim. Bratan, vashim qo'rqib tashlagan ekanman bilya. Bratan ham orqaga qaramas, orqada turibman, bilib turibdi, lekin qo'rqqandan ketib qoldim. Shunisi pastga tushishga harakat qilgan. Bechora. Bratan, pastga tushing. Nima bor sizda bu yerda, ya? Tak ishlab qoldi. Nima bor bu yerda? Ishlab qoldi. Bilat, chuvor kallada sakradi bu. Hop. To'poymi? Bu nima qilyapti? Jinnimi bu? La, ikkinchi marta ham tushib ketdi. Hashim kallasi ishlamas ekan-da, bella. Chuvordi bori. O'tirgan joyda. Bella, voy bella. Mayapti bu. Ne? Bu vashim jinni ekan bori. Atay qilyaptimi? Yo, bu botmi? Bot tushib qo'yganmi? Nasıl? Yo'q ketyapti-yu. O'ziga otaman desa uyi yo'q bo'lyapti, uyi qilyapti. Mayli, uyingga qo'shib parcha qilaman. Tushqin buni, asabsiz tashlayapti-yu, tush.
Yo, bana rostlaganiga bu sal jinni ketib qo'yganmi yo kallasi ketib qolganmi nima pala bo'lgan ekan ikkita otsa bizlarga qotib qoldi-ku bu qani 24 u bechorada hali bitta avtomat o'sha necha bratanim qiynalib ketdi jinnimi bu nima bo'lyapti bunga umrida birinchi marta o'ldirdi voy bala umrida birinchi marta o'ldirib qo'ydi chaq güzel het tegmayapti endi o'ldi normaldi bratanim orqaga qara nima qilasiz barsiz jinnisizni nima qilasiz orqaga qarab cho'ta o'ldiryapti-da mani hazlashyaptimi men bilan bunaqa kelsin umrida ikkinchi marta ham o'ldirdi bori uchinchi marta o'ldira olmaydi bechora qiynalib ketdi-yu va buni o'ldiraman deb uyi rasvo bo'lyapti-da uyida nima ayb lekin buni o'ldirishim kerak chiqmayapti uyida lekin nima ayb nima qilsin uyi tek voy bilan nima qildi davay kulak chivordi bori kulak qildim endi bilmadim vashim botmi deymanda otmay murat voy bala voy yo bilyat nima bo'ldi hozir to'xta bechora uysiz qoldi-yu rasvosini chiqarib tashladi-yu vashim qolmadi uy ozgina qoldiqlari qolmagan bo'lsa tak normalni ketyapti bori bechora vashim endi chichivoryapti ratani nima qilyapsiz o'zimni uyim lekin vashim bir marta bo'lsa qirilgani ham yo'qda o'zimni uyim aytibor shu vashim qirilgani ham yo'q o'zim ba'zan uyimga ba'zasi vashim rasvo chiqib ketyapti bechora ay o'qlab voy atak o'ldirardim 3-chi marta ham o'ldirib qo'ydi mayli atak ketib turib qoqolarmikanman endi yo'q qoqolmayapman demayaptimi o'qlarim bo'ldi voy uyin devorini rasvosini chiqarib qurol normal hozircha vashim yotib kuladigan darajada bechora shuna xo'rlanib ketyapti bori uydan asar ham qolmayapti nima oldi endi bilmabdi uyga otib qo'ray uyi qoldig'i qoldi faqat valla bechora vashim qiynalib ketyapti uyi rasvo bo'lyapti uyi yana qurilyapti yana rasvo bo'lyapti yana joyiga qaytyapti bechora shu o'qdek shirasi qiynab ketding-da mana voy bechora blin chichivoribdi shunaqangi qilichda o'ldirish qiyin bo'lsa kerak yana bilmadim qani
Eng qizig'ichi qilich bilan devor buzib bo'lmayotgan. Bo'lmaydi ham atak. Bechora, rasi xo'rlanib ketdi-ku, короче-da, vahshiy xo'rlanib ketdi. Sizlar videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bu mening yangi kanalim.